Namoz vaqti bo'lishiga bilan Rum hujumga o'tdi. Mana endi haqiqiy qattiq jang 6-kuni boshlandi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahobalarni jamoat namoziga chaqirdi. Hammasi yig'ildi. Nima bo'ldi Rasululloh? Bugun Rum bilan musulmon o'rtasida jang boshlandi dedi. Va masjidda o'tirib, necha minglagan kilometr chaqirim o'rtada bo'layotgan jangni tafsilotlarini payg'ambarimiz masjidda musulmonlarga aytib berib turdi. Rasululloh jangni sifatlab, ta'riflab aytar edi. Bayroqni Zayd olib oldiga yurdi, ichkariga kirdi. Zayd ibn Horisa roziyallohu anhu bayroqni qo'lda ushar ekan, oldiga qarab intildi. Mushriklar Zaydni to'xtatish uchun hujum qilishdi, musulmonlar Zaydni himoya qilishdi. Lekin mushriklarning uzoqdan turib otgan nayza kamonlari u kishini tanasini parcha-parcha qildi. Ustushhida Zayd dedi payg'ambarimiz. Zayd shahid bo'ldi. Bayroq yerga yiqildi. So'ngra payg'ambarimiz aytdi, bayroqni Ja'far ibn Abi Talib oldi. U ham dushmani safiga qarab oldiga yurdi. Dushmanlar u kishini oldiga tuzmaslik uchun oldiga tizilishdi. Abu Rafi roziyallohu anhu aytadi, mana shu jangda bo'lgan. Ularning ko'pligidan Ja'far, ya'ni tiqindi, izdihomning kattaligidan, qattiqligidan Ja'far bir qadam ham oldiga yura olmay qoldi. U kishi otda turardi. Otidan tushdi, qilichi bilan otini urib qatl qildi. Islomda birinchi qatl qilingan ot Ja'far ibn Abi Talib oti bo'ldi. So'ngra o'ng qo'lida bayroqni ushlab, chop qo'lida qilichi bilan jang qilishni boshladi. 3000 ta odamga 200 ming ta turibdi. Mushriklardan biri keldi, bayroq ushlagan qo'lini chof tashladi. Ja'far roziyallohu anhu qilichni tashladi, chop qo'liga oldi bayroqni. Ikkinchi zarba bilan qo'lini ham, chop qo'lini ham chof tashladi. Qo'lidan qolgan narsa bilan bayroqni quchoqlab oldi. Endi ro'parasidagi mushrik turibdi qilich bilan. Ro'parasida mushrik turibdi qilich bilan. Himoyalanishlikka ham, jang qilishlikka ham qo'li yo'q. Shunda bitta qattiq zarba bilan yelkasiga uradi, ikkiga bo'lib tashlaydi. Ja'far roziyallohu anhu ham shahid bo'ldi. Jangdan keyin jussalarda qaralar ekan, Abu Rafi roziyallohu anhu aytadi, ikkiga bo'lingan Ja'farni jussasini bir tomonida 80 ta, 90 tadan ortiq jarohat topdi deydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Madinada sahobalarga mana shu bo'layotgan ishlarda aytib berib turar ekan, Ja'far shahid bo'lgandan keyin roziyallohu anhu ikki qo'li kesilgandan keyin Ja'far shahid bo'ldi. Alloh uning kesilgan qo'llarining o'rniga yoqutdan bo'lgan ikki qanotni berdi. U bu ikki qanoti bilan qiyomat kunigacha jannatning xohlagan joyida uchib yuradi dedi. Bu qiyomatgacha shunday mukofot berilyapti. Endi qiyomat qoyim bo'lganda u kishiga beriladigan ajr albatta bundan ham ulug' bo'ladi. Bayroq ikkinchi marta yiqildi. Bayroqning oldiga payg'ambarimiz aytgandek Abdulloh ibn Ravoha roziyallohu anhu keldi. Bayroqni oldi. Payg'ambarimiz Madinada sahobalarga ta'riflab beryapti. So'ngra bayroqni Abdulloh ibn Ravoha oldi dedi-da, jim qoldi payg'ambarimiz. Ansorlar hijolat bo'lishdi. Chunki avvalgi ikkita sahoba muhojir edi. Zayd bilan Ja'far. Bayroqni oldiga yurdi. Bayroqni oldiga yurdi deyatdi. Endi Abdulloh ibn Ravoha bayroqni olgandan keyin to'xtab qoldi. Nimaga to'xtab qoldi? Jang shunday bir jiddiy tus olgan ediki, bayroqni ushlagan odam qatl bo'lar edi. Ikkita avvalgi hamrohini qatl bo'lganligini ko'rdi-da, nafsi ozgina taraddudga kelib qoldi. Bayroqni oldi, ikkilanib qoldi. Shunda Abdulloh ibn Ravoha o'ziga o'zi baytlarni o'qidi. O'zini o'zi shijoatlantirdi. Aqsamtu ya nafsi latanzilinna. Latanzilinna aw latukrahinna. Qad aqbalan-nasu va shaddurranna ma li araki takrahinal jannah. Menga nima bo'ldi? Jannatni yoqtirmayapsanmi deyapti o'ziga o'zi. Jannatni xohlamayotganingni ko'ryapmanmi? So'ngra ikkita hamrohini, ikkita birodarini ishini eslatdi. Intaf'ali fi alahuma huditi va ma tamannayti faqat utiti. Agar aka hamrohini qilgan ishni takrorlasang, to'g'ri yo'lda bo'lasan. Tahqiq nimani orzu qilgan bo'lsang, Alloh senga berib turibdi dedi. So'ngra qilichini ko'tardi, oldiga tashlandi. Bu kishi jangga kirib ketar ekan, o'zini bir amakisining o'g'li qo'lida ichiga go'sht solingan nonni irg'itdi. Ey Abdulloh ushamoni dedi. Ozgina quvvatlanib ol dedi. Ertamandan shomgacha jang qilganligi uchun ovqatlangan vaqti yo'q edi. Tong sahardan shomgacha jang qilishar edi. Ovqatni oldi, haligindan bir tishlamni uzdi-da, qarab turib o'ziga o'zi, "Ey Abdulloh, hali ham dunyodamisan?" deyapti. Agar mana shu tishlan nonni yeyishlikka turadigan bo'lsam, bu hayot uzoq hayot bo'lib ketadi. So'ngra nonni tashladi-da,
shunday bir shijoat bilan hujum qildi. G'assonlik Nasoro arablarning boshlig'i Malik ibn Rofiyani borib qatl qildi. U kishini ham qatl qilishdi mushriklar. Payg'ambarimiz belgilagan uchala amiri ham, uchala sahobasi ham shahid bo'ldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Madinada turib Abdulloh shahid bo'ldi. To'g'ridan-to'g'ri aytib beryapti bu lekin ishlarni. Abdulloh ham shahid bo'ldi. Men ularning uchalasini jannatdagi so'rlarni ko'rib turibman. Faqat Ibn Ravohaning so'risi u ikkisining so'risidan uzoqroqda bo'lib qoldi. Nima uchun? Ozgina ikkilanib qo'ydi. Ozgina taraddudga tushib qoldi. Mana shu narsa tufayli ularning so'rilaridan ko'ra Abdullohning so'risi pastroqqa tushib qoldi. Bayroq yiqildi. O'ling, 3000 ta odamni jur'at qilib 200 mingga turishlik o'zi qanday qahramonlik. Bayroq yiqildi, hech kim ko'tarmadi. Payg'ambarimiz Abdulloh ibn Ravohadan keyin falonchi ushasida bayroqni aytmagan edi. Musulmonlar har tomonga sochilib ketdi. Chunki bayroqni hech kim ko'tarmadi, bayroq ko'tarilmadi, demak qo'shin mag'lub bo'ldi. Hamma tirqirab qochib ketdi har tomonga. Abu Rofi aytadi, "Vallohi bunaqa mag'lubiyatni, bunaqa hazimani ko'rgan emasman. Ikkita sahoba ham bilamas edi" deydi. Ikkita odam ham bilamas edi. Hamma yakka-yakka olib qochib yurardi. Bayroqni kim ko'taradi? Musulmonlarning qahramonlaridan bo'lgan, ahli Badrdan bo'lgan Sobit ibn Aqrom keldi, bayroqni ko'tardi. Haqiqiy qahramonlik qildi. Chunki avvalgi bayroqni ushab turganida himoya qiladiganlari bor edi. Endi bayroqni yolg'iz o'zi ko'tardi. Musulmonlarning bayrog'i yana ko'tarildi. Bayroqni tagiga birinchi bo'lib Xolid ibn Valid yetib keldi. Mana aytdik, Xolid roziyallohu anhu birinchi marta qatnashayotgan edi. Sobit roziyallohu anhu bayroqni Xolidga ushlang dedi. Xolid roziyallohu anhu aytdiki, "Ey Sobit, siz haqliroqsiz bayroqni ushashga. Siz yoshingiz ham katta, yana ahli Badrsiz" dedi. Sobit ibn Aqram roziyallohu anhu, "Ey Xolid, Allohga qasam, uni senga berish uchun oldim" dedi. Bu chiroyli gapirib, chiroyli bir muomala qiladigan o'rin emas. Bu o'rinda bir shu ishda mohir bo'lgan habir odam kerak dedi. Mohir odam kerak dedi. Sen ishimizda habirsan, tajribalisan, bayroqni senga berdi. Sen uchun oldim dedi. Xolid roziyallohu anhu bayroqni qo'liga oldi. Xolid roziyallohu anhu bayroqni ko'tardi, silkitdi. Bayroqni yana ko'tarilganini ko'rib sahobalar yig'ilib kelishdi. Xolid endi qarang, mana bitta bir mulohazaki, biror bir tashkilotmi, biror bir muassasami, biror bir firmami shuni ishini yurgizishlikka loyiq odam turganda shuni rahbari o'zini qarindoshini yaramaydigan bo'lsa ham tanishini qo'yadigan bo'lsa bu korxona nima bo'ladi? Sahobalarni ko'ring. Sobit ibn Aqram roziyallohu anhu bu ummatning g'amida. Xolid mana shu o'rinda loyiqroq. Sen bilimdonroqsan, sen loyiqroqsan, sen bayroqni senga olib ko'tarsa sharaf Sobit ibn Aqramning qo'lida qoladi. Lekin bular islomga xolis xizmat qilgan odamlar edi. Minbarga sizdan loyiqroq odam keldimi? Bering. Sizdan ko'ra haqliroqmi? Bering agar Allohdan qo'rqsangiz. Masjidda ishini yurgizgani sendan ko'ra loyiqroq, sendan ko'ra shijoatliroq odam keldimi? Ber. Seni mulking emas u. Qiyomatda javob berasan. Musulmonlar nimaga shu bir tanazzulga o'sib ketdi keyingi asrlarda? Chunki ana shu loyiq bo'lgan odamlar o'rniga kelib shu ishni yurgizmaganligi uchun musulmonlar ishi palokandalik bo'lib ketdi. Sahobalarni ko'ring, payg'ambarimiz qanday tarbiya qilgan. "Ey Xolid, siz haqliroqsiz, siz loyiqroqsiz" dedi. Xolid ibn Valid bayroqni oldi qo'liga. Silkitdi. Musulmonlar yig'ilib keldi yana. Xolid roziyallohu anhu qisqa muddatda qo'shinni tartibga keltirdi-da, mag'lub bo'lib turgan qo'shinni hujumga buyurdi. Tarqalib mag'lub bo'lib turgan musulmonlar endi hujumga o'tishdi. Xolid bayroqni silkitdi, bayroqni tikka bo'lganligini ko'rgan, bayroqni ko'tarilganligini ko'rgan, tarqab ketgan musulmonlar yana bayroq atrofida jamlanishdi. Abu Rofi roziyallohu anhu aytadi, shunday bir qattiq jang bo'ldiki, musulmonlarning mag'lubiyati avval ham keyin ham bunday bo'lgan emas. Ikkita musulmon birlamas edi deydi. Shunday musulmonlar har tarafga tirqirab qochib turgan paytda Xolid roziyallohu anhu bayroqni baland ko'tardi, silkitdi. Musulmonlar yig'ilishdi. Mana shu qisqa fursatda ichida Xolid roziyallohu anhu kerakli barcha bir buyruqlarni, ko'rsatmalarni berdi. Tarqab qochib ketgan qo'shinni bir pasda tartibga kelib qo'ydi.
va hamma tartibga kelganidan keyin Xolid roziyallohu anhu hujumga o'tishlikka buyurdi. Rum va G'assonliklar, mushriklar qo'shini biz yengdik deb xotirjam bo'lib turgan edi. Endi 3000 adadi bor. 200 mingga qarshi turibdi. Bo'ldi, endi jang tugadi deb turganida qisqagina fursatda musulmon qo'shini o'zini o'nglab oldi va Xolidning buyrug'iga muvofiq hujumga o'tdi. Rumliklar hayron bo'lishdi. Musulmonlar shunday bir shiddat bilan yangi amiri boshchiligida hujumga o'tishdiki, endi Rumliklarda orasida qatl ko'payishdi boshlandi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana shu paytda Madina-i Munavvarada turib sahobalarga aytib berardi. 3-marta bayroq yiqilgandan keyin payg'ambarimiz indamasdan qolgan edi. Chunki hech kim ko'tarmagan edi. Musulmonlar ham bir hayron holatda turar edi. Shunda payg'ambarimiz aytdilar: "Hatta hamalar roya sayfun min suyufillah. Al-an hamalal watis." Allohning qilichlaridan bo'lgan bir qilich bayroqni ko'tardi. Allohning qilichlaridan bir qilich qo'lga o'tdi dedi. Mana endi jang boshlandi dedi. Mana shu 7-kuni bo'lgan jang avvalgi 6 kundan farqi bor edi. Musulmonlar va Rum o'rtasida kun botgunga qadar yana shiddatli jang davom etdi. Kun botguncha urushdi. Endi 7-kechaga o'tildi. Xolid ibn Valid bayroqni oldi. Tuni bilan uxlamasdan, tinmasdan ertangi kun bo'ladigan jangning rejasini tuzdi. Xolid nima qildi? Xolid roziyallohu anhu aytdik, mana jangda nohata bir mohir kishi edi. Kechasi bilan qilgan ishlari, birinchidan qo'shinni o'ng tomonida jang qilayotganlarni chap tomonga almashtirdi. Chap tomondagilarni o'ng tomonga oldi. Oldilarda o'rtaga, o'rtadagini orqaga, xullas 5ga bo'lingan qo'shinni o'rinlardan almashtirdi. Hamda bayroqlarni o'rnini ham almashtirdi. Tong otdi. Ya'ni o'lim 6 kundan beri jang qilaverib, dushman bir-birini ko'rib, kiyimiga, alomatlariga qarab tanib qolgan edi. Kunda 6 kun tinimsiz jang qilgandan keyin bir-birini tanib qolganda alomatlari bilan. Rumliklar qarasa, ro'parasida yangi odamlar turibdi. Bayroqlar boshqa. Bu tomondagilar qarasa, u tomondagilar ham almashgan. Bularga madad kelib shekilli. 3000 tasiga kuchimiz yetmayotdi. Endi bularga madad keldi. Endi nima bo'ladi deb xavotirga kirishdi. Yana Xolid ibn Valid tuni bilan jang rejasini tuzar ekan, bir to'p otliqlarga alohida vazifa berdi. Ularni Madina tomonga qarab ketinglar dedi. Biz ko'rmayliklarda, sizlar ham bizni ko'rmanglar. Ularni jo'natib oldi. Tong otdi. Hozirga aytganimizdek, Rumliklar ro'parasida turgan kishilardan boshqa kishilar ekanligini ko'rib, musulmonlarga madad keldi deb xavotirga tushdi. Yana qaytarib aytaman, 3000 ta odamni hech narsa qila olmayotgandik. Yana madad keldim bularga. Ular haqiqatan xavotirga kirishdi. Ular shunday xavotirda turganida kecha tuni Xolid ibn Valid yuborgan otliqlarning bir jamoasi nohotda bir yurganda chang ko'tariladigan tomondan bir jamoat dunyoda bir changga to'ldirib takbir aytib kelib qo'shinga qo'shildi. Rumliklar qarasa orqadan madad kelyapti. Yana ozgina vaqt o'tgandan keyin yana bir jamoat xuddi o'sha chang yo'ldan yana changni osmonga ko'tarib takbir aytib baland ovoz bilan qo'shinga kelib qo'shildi. Ozginadan keyin yana tinimsiz orqadan madad kelganga o'xshab ko'rindi. Bu albatta bu kelayotganlar ozgina kechagi askarlar edi. Lekin changni ko'tarilganligi bilan, takbirning balandligi bilan Rumliklarning nazarida madad ketidan madad kelayotgan edi. Bu kelayotgan jamoat qo'shin musulmonga qo'shilib takbir aytdi, qo'shin ularga qo'shilib takbir aytdi. Rum qalbi qo'rquvga to'ldi. Shunda Xolid ibn Valid roziyallohu anhu hujum qilishlikka buyurdi. Bu kungi jang avvalgi kunlarda jangdan albatta katta farqli edi. Eng og'ir jang Mota jangida 7 kun bo'ldi. Abu Rafi roziyallohu anhu aytadi: "Allohga qasam, mana shu kundan avval ham, keyin ham hayotimda bunday shiddatli jangni ko'rmaganman." Qanday og'ir jang bo'ldi? Mana Sahih Buxoriyda keltirilgan hadisga murojaat qilamiz. Mana shu hadisdan bu jang qanchalik qattiq bo'lganligini bilib olishimiz mumkin. Xolid ibn Valid roziyallohu anhu birodarlar nihoyatda bir mohir jangchi bo'lgan. Baland bo'yli bo'lgan va ikkita qo'lida qilich bilan jang qila olgan. Zubayr ibn al-Avvom va Xolid ibn Validgina ikkita qilich bilan jang qila oladi. Odamlar bitta qilich bilan zo'rg'a jang qiladi. Bu kishi mohir edi. Baland bo'yligida otni ustida o'tirsa, oyog'i yerga tegay deb turardi. Faraz qiling, mana shunday bir uzun bo'yli kishini ikkita qilich bilan jang qilishligini. Otni esa oyog'i bilan boshqaradi.
Sahih Buxoriyda keltirilgan hadis Xolid ibn Valid aytadi. Mu'ta kunida, ya'ni 7-kunida, Mu'ta kunida qo'limda 9 ta qilich sinib ketdi dedi. Odamlarni boshiga urib, 2 ta qilichda jang qiladigan kishini shunday bir mohir jangchini qo'lida 9 ta qilich sindi. Endi faraz qiling jang qanday qattiq bo'ldi. Jang shunday bir shiddatli tus oldiki, musulmonlarga qilayotgan hujumi, yana mushriklarni qarab turganda xuddi musulmonlarga madad kelayotgandek bo'lib turishligi ularning ruhiy holatini tushirgan edi. Va musulmonlar shijoat ko'rsatishdi, Rum va G'asson mag'lub bo'lganligini ko'ra boshladi. Rumliklar orqaga chekinishni boshladi. Musulmonlar oldiga bir ildam, shag'dan bir hujumga zo'r berishib, podshohni turgan joygacha yetib kelishdi. Fyodorning oldigacha. Bu qo'shinni Rum va G'assoniylarning qo'shini Herakl ukasi Fyodor boshqarar edi. Musulmonlar uning shiddatli hujumi bilan Fyodorning oldigacha kelishdi. Shunda Rumliklar hayron bo'lishdi. 200 ming askar bilan 3000 ta odamga kuchi yetmay turuvdi, endi madad keldi. Ular haqiqatan ruhi tushib ketgan edi. Rumliklar mag'lubiyatni ko'rishdi, chekinishni boshlashdi. Rumliklar 200 ming askar bilan mag'lub bo'ldi, Xolid ibn Validning qilgan hilasi bilan orqaga qarab qochishni boshladi. Hujum mana shunday shiddatli davom etar ekan, Xolid ibn Valid roziyallohu anhu ilgari qarab ketayotgan musulmon qo'shiniga to'xtanglar dedi. Ortinglarga qaytinglar dedi. Musulmonlar hayron bo'lishdi. Oxirigacha yetib borish mumkin. Lekin Xolid ibn Valid amir qo'shin to'xtadi, zudlik bilan chekindi. Bu yerda Rumliklar qochib ketyapti tirqirab har tomonga. Musulmonlar esa chekinyapti. Bu narsani ko'rgan Rumliklar bu hiyla deyishdi. Bu pistirma deyishdi. Chunki orqaga qarab chekinsa, biz orqasidan borsak, pistirmasi bo'lsa biz ikki tomondan urib yengib qo'yadi. Fyodor buyruq berdi. Hech kim ularni ta'qib qilmasin. Bu pistirma, bu hiyla. Xolid ibn Valid esa chekinaverdi. Xuddi dushmanni kelishini kutayotgan qo'shindek chekinaverdi. Madinaga yetib keldi. Fyodor esa qo'shinini jilmaslikka buyurishib turdi. Ancha vaqt o'tgandan keyin musulmonlardan darak bo'lmaganligini ko'rib, Rumliklar odam yubordi. Musulmonlar bu vaqtda Madinaga yetib kelgan edi. Tarixda Xolid ibn Valid qilgan mana shunday bir chekinish rejasi avval ham bo'lgan emas, keyin ham bo'lgan emas. Qo'shin chekinayotganda qo'shin eng bir talofatni katta ko'radigan holati. Chekinishlikda juda ko'p hasorat, juda bir ziyonlar, talofat yetadi. Lekin Xolid ibn Valid qo'shinini agar jangda ushlab turaversa 200 ming edi ular. Musulmonlar tamomiy hammasi qirilib ketar edi. Mana shu chekinishlikda birorta musulmon qatl qilinmadi. Va bunday chekinishlik, qo'shinni sog' olib chiqib ketishlik avval ham bo'lgan emas, qaytarib aytamiz. Keyin ham islom tarixida bunday bir chekinish bo'lgan emas. Xolid ibn Valid roziyallohu anhu qo'shinni Madinaga o'tkazib olib keldi. Madina ahli qanday kutib oldi ular? Musulmonlar jang maydonini tashlab qaytib kelganlarini eshitib, ayollar, yosh bolalar bu qochoqlarni toshbo'ron qilib kutib olishdi. Allohning yo'lida ortinglarga qarab qochib keldinglarmi? Farartum fi sabilillah, toshbo'ron qilib kutib olishdi. Xolid roziyallohu anhuni qo'shinidan bo'lgan bir sahoba aytadi. Mo'tadan qaytib kelganimizda deydi, uyimga kiradi, ruxsat so'rasam, ayolim eshikni bekitib qo'ydi, kirgizmadi dedi. Allohning yo'lida qochib keldingmi sen jangdan? Uyiga kirgizmadi. Va butun qo'shin aziyat chekdi. Qochoqlar furror deb so'kishdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga bu narsani xabar etganda Rasululloh aytdilar: "Hum laysu bi furror, bal hum kurror inshaalloh." Ular qochoq emas, inshaalloh ular qaytib borguchidir. Ya'ni Qur'ondagi ushbu oyatga payg'ambarimiz ishora qildiki, Alloh aytgan edi: "Ya ayyuhallazina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zakhfan fala tuwalluhumul adbar." Ey mu'minlar, kofirlarning hujumiga duch kelganingizda yoki boshqa bir guruh musulmonlarga qo'shilishdan tashqari holatda ularga orqa o'girmanglar. Dushmanga ro'baro kelganda orqaga qilib qochmanglar. Orqaga qaytmanglar. Faqat orqada sizlarni kutib turgan jamoatga qo'shilish uchun bo'lsa mayli, yoki qandaydir harbiy hiyla uchun chekinsanglar mayli. Boshqa o'rinda
orqanglarni qarab qochmanglar degan oyatiga payg'ambarimiz ishora qildi. Ya'ni payg'ambarimiz aytdilar, men dedi har bir mo'minga fi'a, ya'ni yordam berish toifaman dedi. Ular mendan madad olgani kelishdi dedi. Shundan keyin musulmonlar Mu'tadan qaytib kelganlarga aziyat berishmadi. Mu'ta jangining natijasi. Mu'ta sariyasining natijasi. Bu Mu'ta g'azoti deyilmaydi. Chunki g'azot bo'lish uchun nima bo'lish kerak? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zi mana shu yerda qatnashgan bo'lishi kerak. Rum va G'assoniylardan yuzlagan kishilar qatl qilindi. Musulmonlardan ham qatl bo'ldi, lekin Rumdan qatl bo'lgancha emas. Ismi zikr qilingan sahobalar 12 ta aytilinadi, lekin aslida haqiqatda musulmonlardan ham bundan ko'proq kishi shahid bo'lgan.